طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Hammalarga assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsan. Fatima nima qilyapsan? Xiyolingda onamga yordam qilyapsansan texi? Shunda qo'limdan kelishicha yordamlashyapman. Kel birga top o'ynayli. Men hozir o'ynamayman. Men o'zimga har kun onamga yordamlashaman deb va'da qilgan. Singlim, onamning sening yordamingga ehtiyoji yo'q. Sen qilgan ishni hamma kishi qila oladi. Ammo men onam nima desa shuni qilaman. Onamga yordam qilg'im bor. Bak jahil ekansan, sana dedim-ku, onam sening yordamingga muhtoj emas singlim. Ali, nima ish bo'ldi? Nimalar deyapsan? Bova, Fatima men bilan top o'ynag'ili unmadi. Men o'ynag'im yo'q demedim. Uy ishlariga yordamlashib bo'lgandan keyin o'ynay dedim. Muallim muvaffaqiyatning siri yordamlashishda deganti. Yordamlashish degan cho'ng ishlarga qartilgan. Bundaq ushaq-ushaq ishlarda emas. Shundaqmi bova, to'g'ri dedimmi? Fatima, gullarga suv quyib bo'ldi. Ishing tugidi. Endi o'ltirib paranglashayli. Kel qizim, yonimda o'ltir. Ali, senmi kel, o'ltir. Yordamlashish degan so'zning ma'nosini tushuntirib qo'yay bolalar. Yordamlashish deganlik bir odamning ishini yana bir aylarning ustiga ilib qilishi deganlikdir. Yordamlashish koinotdagi jonliqlar orasida muhim ishlardan biri bo'lib hisoblanadi. Arilar o'zaro yordamlashib asal ishlab chiqaradi. Qushlarmi top-top bo'lib yashaydi. Bu vaqtda nurg'un misollar bor. So'zlab tugatkili bo'lmaydi. Bu bir muhim masala. Undaqda singlim Fatimaning qilg'ini yordamlashish bo'lamda? Shundoq. Ota-onaga uy ishlarida yordamlashish, uylarni pok-pokiz, ratlik tutish mushu doiraga kiradi. Yordamlashishning aniq bir misoli Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning Makkadan Madinaga hijrat qilishi eng cho'ng yordamlashish bo'ladi. Shundaqmi buva? Aferin Fatima. Payg'ambarimizning hijrati yordamlashishning eng cho'ng bir ulgisi. Hozir his qilishimcha, men bayatdan Fatimaning qilganlarini yordamlashish emas deb turib olib xatolashibdiman. Alloh bizning har fursatda bir-birimizga yordam qilishimizni tavsiya qiladi. Alloh taolo mundaq degan: yaxshi ishda va taqvodorlikda yordamlashinglar, gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Rasululloh alayhissalom mundaq degan: agar bandisi qerindishiga yordam qilish uchun yo'lga chiqqan bo'lsa, Alloh taolo o'z bandisiga yordam qiladi. Sallallohu alayhi va sallam. Hozir payg'ambarimizning ismini tilga ilib so'zlashyapmiz. Payg'ambarimizning hayot sarguzashtisini kelgan yerdan boshlab so'zlab bergan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi bova. Bey ko'pdan gap bo'ldi bova. O'tinib qalay. Yangi voqealiklarni deb bering ha. Bularga bekmi qiziqyaptiman. Qadrli bolalarim, buni mendan talab qilgan ekansizlar. Men bu hikoyamni boshlayamsa. Bismillahirrahmanirrahim. O'tgan qitim sizlarga Xandak urushi to'g'risida so'zlab o'tgan edim. Allohning yordami bilan musulmonlarning bu urushda g'alaba qilib, o'ylariga xo'shal-xo'ram qaytganligini deb bergan edim.
Hijriye kalendarining 6-yili Rasululloh Makkaga umra haji qilish uchun berishga niyatlandi. Ular qilichlarini tashlab o'z makoniga qaytyotdi. Ibn Salul ular nima degandi? Ular Alloh yo'lida urush qilishning itoat, ishlashning ibodat bo'lganligiga iymon keltirganmish. Hozirgacha ular Makkaga qaytish xiyolida. Ular balki Makkani elishi mumkin. Ular kutib tursin. Qaytib kelishi mumkin emas. Ularni sal chaqlama. Makka ularga nisbatan bir vatandan muqaddas. Chunki tunji vahiy Makkadan nozil bo'lgan. Bu yili u yerda haj qilishi mumkin. Bu xabarni angladingmi? Ular yeniga hech qanday qo'ral olmay, quruq qo'l berib haj qilarmish. Qurolsizmi? Shundaq, Abu Sufyan ularni cho'lda yo'qitdi. Ular qaysi iymoniga shuncha chang yepishidi? Ular zodi nima o'ylaydigandi? Iymoni ularni qutqiza olamdi. Lekin xotirjam bo'l, ular cho'lda halok bo'lib tugishidi. Men hozirgacha ularning kuchining manbasini izlayapman. Ular Makkaga nimishqa qurolsiz kelgandi. Abu Sufyan ularning bu ishi qanday qaraysan? Ular bilan urushmaymiz. Bo'lmasa butkul arab qabilalari qurolsiz odamlar bilan urushibsizlar deb bizga qarshi chiqadi. Shundaq emas. Bu masalani cho'qim yaxshi bir taraf qilishimiz kerak. Meningcha qo'limizdan bir ish kelmaydi. Eng yaxshisi ularning Makkaga kirishiga yo'l qo'yaylik. Kabening atrofida tavob qilishga ruxsat qilsak, yuzimiz tushib ketadi. Lekin ular kap bo'ldi, kechikdik. Yo'q, kechikmadik. Xolidni avataylik. Ularni qo'rqitsin. Qo'rqsa qaytib ketadi. Yana ketmasa, ularga vakilimizni avatimiz. Abu Sufyan, undaqda ular bilan tinchlik kelishimi imzolasak bo'lamdi. Qaraganda ular kuchlanib qolgan o'xshaydi. Hozircha mushunda qilishdan boshqa choramiz yo'q. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك Ular sizlarni kushkursimi, sizlar qo'l yondirmay jim turinglar. O'rninglardan midirlamanglar. Ularning niyati sizlar bilan urushish, sizlar urushmanglar. Sana salom bo'lsin, ey Xolid ibn Valid. Allohga duo qilinglar. Rasululloh mundaq deydi: Allohni yaxshi ko'radigan har kishi Allohga duo qilish uchun ov daraxtning ostiga yig'ilsin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم. Bizga bir qancha elchi avatinglar. Ana Suhayl ibn Amir kelyapti. Ahvoldan qaraganda biz bilan tinchlik kelishimi tuzgisi bor ekan. Ey Muhammad, sizlar bilan kelishim tuzish uchun shartlarimizni avatgan edik. Shartimizga ma'qul bo'ldinglarmi? Bu nima? Bismillahirrohmanirrohim. Rahmonning ma'nosini tushundim, lekin bundaq yasanglar bo'lmaydi. Biz buni tushunmaymiz. Sizlar degan so'zni qabul qila olmaymiz. Allohga qasam qilamanki, agar sening Allohning elchisi ekanligiga ishongan bo'lsak, sana qarshi chiqmaydiq, Kabe'ga kirishingni to'smaydiq, sen bilan urushmaydiq. Kelishimga faqatla Muhammad ibn Abdulloh bilan Suhayl ibn Amir kelishim tuzdi deb yozinglar. Mush shaklda bo'lsin. Bu eng to'g'risi. Muhammad bilan sahobalari bu yil Makkaga kirmay, Madinaga qaytsin. Ammo Makka bizning shahrimiz. Kelar yili biz Makkadan chiqamiz. Sizlar qilichinglarni elib, Makkada 3 kun turishga kelsanglar bo'ladi. Buningga qo'shilsanglar tinchlik kelishimi imzolaymiz. 10 yilgacha urush qilmaymiz. Bundaqda tinchlikda yashaymiz. Bir kechida tuyuqsiz qaytmanglar.
Sizlar bizga nohaqchilik qilmanglar. Biz sizlarga nohaqchilik qilmayli. Bu jarayonda xohlagan kishi Muhammadning diniga kirsin. Qurayshdan xohlagan kishi Quraysh tarafga o'tsin. Agar bularni rad qilib, bizning odamlarimizdan biriga aziyat qilsanglar, bu tinchlik kelishim buzilib, butunlay inovatsiz bo'ladi. Bu kelishim 10 yillik kuchga ega. Bizning tinchlikka ehtiyojimiz bor. Bu jarayonda islomni keng turda tashviq qilib, ulug' chaqiriqni har tarafga tarqatamiz. Bu payg'ambarimizning dunyodagi podshohlarni islomga da'vat qilib yozgan maktubi. Rumlarning podshohi Herakliga, Eronliklarning Kisrosiga, Qibtlarning boshlig'i Muqavqasga yo'lga chiqinglar. Allohga omonat. Allah o'zidan boshqasiga ibodat qilmasliginglarni shart qiladi. Ota-onanglarga yaxshi muomala qilishinglarni talab qiladi. Islom bizning ota-onanglarga g'udirmanglar, ularni hurmatlanglar, ularga silliq sipoya, yaxshi muomala qilinglar deb buyurgan. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh. İslam bizni qalaqlıqdan qutuldirdi, nadonlikqa xotimi berdi, insonlarni shon sharaflik, hurmatli qildi, ayrimchilikni man'i qildi. Arab bilan ajam o'tirsida hech qanday farq yo'qligini bildirdi. Alloh taolo mundaq dedi: "Ey insonlar, sizlarni ayol qilib yaratdik. Bir-biringlar bilan tanishishinglar, do'stlashishinglar uchun har xil millatlar va qabilalar qildik. Allohning nazarida ustun kishi eng taqvo kishidir. Ey jamoat, Allah bizni ishonishga buyurgan islomiyat mana mushu. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh. Omonatni sana ishongan odamga qaytirib bergin. Sana xoinlik qilgan odamga xoinlik qilmagin. Rasululloh deydi-ki, hammanglar podichisizlar. Qo'l ostinglardagilarga mas'ulsizlar. Er kishi oilaning boshlig'i, oila a'zolariga mas'ul. Ayol kishi uy ishlarini boshqaradi, bolalariga mas'ul. Kishining xizmatchisi xizmatiga mas'ul. Mushuningdan javob berdi. Demak, hammanglar boshliq. Sizlar o'zinglar qarashga mas'ul bo'lgan kishilar haqida Allohga hisob bersizlar. Buni hargiz unutmanglar. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh. Demak, bu bosqich islomiyatni kengaytirish uchun bekli foydali bir fursat bo'ldi. To'g'ri aytding, Ali. Buva, podshohlarni islomga da'vat qilib maktub avatgandiki, qanday qishlar bo'ldi? Bularni keyingi qitimda aytib beray bolalarim. Men rostala tetkuz bilan kutaman, buva. Men dadamga yordamlashga boraman, buva. Chunki xulqi yumshoq bola bo'lishim kerak. Alloh yordamching bo'lsin. Allohga omonat, buva. Allohga omonat. Xayr xo'sh bolalarim. Xush vaqt bo'linglar.